Chet elga sayohat, televizor, Telefon. 25-apreldan boshlab Milliy daman aksiyasi sizga Sovg'alar ulashishni boshlaydi. Bot orqali ro'yxatdan o'ting va Milliy telekanalda kun davomida namoyish etiladigan QR kodni skaner qiling. Har bir QR kodlarni o'tkazib yubormasdan Telegram botga jo'nating. havolani tanish bo'shlaringizga yuboring. Agar ular ham efirimizni kuzatib, QR kodni skanerlab Telegram botimizga jo'natsa, sizga ball qo'shiladi va bu juda muhim. Milliyni ko'ring. Sovg'ali bo'ling. Opa yaxshi. Farzandingizmi? Chaqiring bu yoqqa. Ke? Iding shuda. Bular ham farzandingizmi? Ha, bu ya. Yeah. Assalomu alaykum. Siz bilan rasmga tushish orzu. Bo'ldi hozir. Qani qiz bilan nima bo'ldi uchrashuv? Quloqinglarni yopib turinglar, biz o'zimiz gapiramiz. Nima bo'ldi? Shuni ol. Qop dedimi? Yo'q. Eng chiroyli qizmismi maktabdagi? Aytma. Yaxshi ko'rasan. Kelin topdi bu. Mana, yaxshi ko'rasan o'sha? 5 ta bor. 5 ta bor. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Charchamasdan. Allohga shukr. O'zingiz Mana yaxshimisiz? ikkita farzand yana bormi yo? Mana o'g'lim, katta o'g'lim. Aka assalomu alaykum. Nebara ham bor. Yo'q, xudo xolasa uylantirsam. Akam ana kuni bitta zagsxonada ko'rdim, sizga aytmay. Yo'q, yo'q. Sizga o'xshaydimi? Mana onam sizga savolda, mana. Shuncha farzandingiz bor, siz hozir nominatsiya qo'yib chiqasiz. Ona bo'lib. Eng ko'p gapiradigan farzandingiz mana uchalovilardan. Men budi? Kichkina. Eng ko'p pul ishlatadigani? Kattasi? Akam. Eng ko'p sizga ana ko'chada bo'lgan paytlar telefon qilsa hol-ahvol so'rab turadigan. Qizim so'raydi. Eng mehriboni. Kichkina. Mehribon. Ha. Erkatoy ham kichkina, mehribon ham kichkina. Kenjatoyim. Ovqat tanlaydigan kim? Men bu tanlaydi. Ovqat tanlab qorin qo'ygan bo'lsa deydi. Tanlamasa nima bo'lar ekan? Bilmadim. Mana oxirgi marta onajonlarga qachon ko'rishinglarni aytdinglar. Tug'ilgan kunlarida. Nimaga qolgan payt aytmaysizlarmi? Aytamiz. Hozir qaranglar, bitta ish qilamiz. Ikkalovinglar ham onajon men sizni yaxshi ikki tarafdan quchoqlab olasizlar. Qani 1 2 3. Oyisiz. Onajonim, onam mana, mehribonim, jonim mana. Vaqtingizga sog' bo'lsinlar. Akam shu yerda ham uy oldilar. Yo'q, uyalmaydi. Farinani ko'rdilar-da boya. Ha, tushunarli. Sog' salomat bo'linglar. Bunchalar zo'rsan. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamaysiz? O'zi bilasizmi, mana shu bunchalar zo'rson ko'rsatuv orqali barcha men uchun yaqin bo'lib qoldi. Xuddi bir yaqin insonimdek tuyulasizlar. Yaqin qizimmidi, jiyanimni ko'rgandek bo'lib ketdim. O'xshaymanmi jiyaningizga? Bunchalar zo'rson ko'rsatuvini necha yildan beri yoki necha oydan beri yoki necha haftadan beri tomosha qilib boramiz. Chiqilaydan beri ko'raman. Necha yil bo'lgan bo'lsa, o'shanchadan beri ko'raman. Nimasini yoqtirasiz? Bilmayman, kutib turaman o'sha ko'rsatuvni. Ana yigitchani ham, sizni ham. Yigitchani? Ha, yigitmi? O'g'limman. Kichkina bola deb yigitding, deydi. katta bola bo'lyaptilar, katta deylar, ular ham bir katta yigit bo'lganlarni his qilsinlar. Katta yigit bo'lganlarni his qilsinlar. Sizga endi kayfiyatingizni ko'tarish uchun tezlatishlar aytmoqchiman. Bunchalar zo'rsani bilasiz, ko'p aytiladi. Kayfiyatingiz ko'tariladimi? Sizdan boshqalarning kayfiyatini ko'taring, tezlatish aytib. Albatta. Qani g'ildirakni g'izillat. G'ani g'ildirakni g'izillat g'ildirat. G'ani g'ildirakni g'izillat g'ildirat. G'ani g'ildirakni g'izillat g'ildirat. G'ani g'ildirakni g'izillat g'ildirat. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Yo, aytamiz ekanman. Xo'p, mayli. Pul baxt olib keladimi yoki baxt pul olib keladimi? Baxt pul olib keladi. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvda samimiylik, mehr tuyg'usini sezasizmi? Mana shu ko'rsatuvda his qilasizmi? Albatta. Nafas bo'lasizmi? To'satdan kelib, tayyorlanmasdan, mana hozir tayyorlanmasdan chiqib qoldinglar. O'shanaqa. Bunchalar zo'rsan. Zo'rsiz. Rahmat sizga. Kayfiyatingiz yaxshimi? Bormisiz? Charchamayapsizmi? Allohga shukr. Men bekorga kelmadim. Shtraf solishga keldim. Men qoida buzibsiz. Yo'q, shunaqa. Qanaqa qoidaligini bilasizmi? 6 million 700 ming jarimasi bor buni. Haddan ziyod chiroyli bo'lib ketish hozirgi kunda qoida buzarlik. Mana kimdan o'g'irladingiz? Mana shuni so'rashga keldim. Xolos, boshqa savolim yo'q. Chiroyingizni qatdan o'g'irladingiz? Nima yuzingiz nurli sizni? Ya mana, ismingiz nima? Sevara. Sevara. Oxirgi marta onajoningiz qayerda, to'g'rimi? Albatta. Qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz mana savol sizga. Bozor bilan bo'lib aldayapsiz. Yo'q, har doim aytaman onajonimga. Mana bugun hisobidan ayt. Ha, ertalab oxiri turishimdan oldin har doim aytib kelaman onamga. Demak, odat qilib olgansiz. Har doim aytib kelaman. Kimdan eshitgingiz keladi, men seni yaxshi ko'raman degan gap? Farzandlarimni
Qo'shing, yana. Donamdan. Yana. Pochcham qani, pochcham. Pochchangiz har kuni aytadilar. Men pochcham boya ko'rdim. Qayerda ko'rdingiz? Siz sari sochli mana akamni ko'rdim. Behazil. Hazillashdim. Ishonasiz. Boshqa iloji yo'q. Iloho men qaniydi hamma qizlar shu opamga o'xshasin. Mana hozir mana ota-onangiz ko'rishayotgan bo'lsa mana sizni shuncha yil katta qilib, nima gapingiz bor ularga? Umrlari uzoq bo'lsin. Baxtimga sog' bo'lsin. Boshqa nima deyman? Men sizlarni Yaxshi ko'raman. Bunchalar zo'rsan. salomat bo'ling. Birinchi muhabbat Birinchi muhabbat Zuhra. necha sinfda bo'lgan? Maktabda bo'lgan duosimi? Birinchisini aytyapman, birinchi muhabbat deyapman. Eslay olmayman, ko'p bo'lgan. O'ldirib qo'yadi-yu aka. Zuhra opani eslaysiz? Xotinim Zuhra-ku. Qo'l, qachon ularga oxirgi marta gul berdingiz? 8-marta. Ko'proq pul berasizmi yoki yaxshi ko'rishingizni aytasiz? Har kuni aytaman-ku sevishimni. Bo'lmasa qo'ng'iroq qilib men sizni yaxshi ko'raman deysiz. Alloh. Bunchalar zo'rsanga uchrab qoldim. Men seni sevaman lekin. Bu hayot seni menga berdi. Senga qo'shib shirin farzandlar berdi. Ha, men seni yaxshi ko'rishimni aytyapman. Nima olib borib xursand qiling? Bo'ldi, olib boraman. Topding lekin. Gul olib boringmi, pul olib boringmi? Dilni yayratadigan ham pul. Bo'ldi, olib boraman bo'ldi. Xudo xolasa. Qo'y. Baxt oddiylikdami? Oila tinch bo'lsa, yurtimiz tinch bo'lsa, ustimiz butun bo'lsa, sog' salomat yursak, men uchun o'sha baxtli bo'layman. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Birinchi marta ko'rishyapman sizni. Kayfiyatingiz yaxshimi? Qayerda ko'rdingiz o'tgan safar meni? Men sana o'tirish yig'ilish bo'lganda qatorlarda gapirib yurardingiz. Mencha shu siri bor ekan dedim. Avvalambor assalomu alaykum. Men bilasizmi, unaqa xato qilib qo'yganman? Xato qilmagansiz. Yo, men sizdek nurli odamni nima ko'rmagan ekanman. O'tgan safar deyman. Kayfiyatingiz qalay? Rahmat. Zerikmaygina yuribsizmi? Men bitta savol beraman-da sizga. Faqat o'shani sirrini aytishingiz kerak. Qani harakat qilaman. Bu yoshga chiqmay bunchalik chiroyli, energichniy bo'lib yurish uchun nima qilish kerak? Qatdan buncha kuch? Avvalambor Xudo xohlasa tan jonimiz sog' bo'lishi kerak, o'zimizni eplashimiz kerak. Bolalik davringizni sog'inasizmi? Juda ham. Qani qaytib kelsa. Nimasini sog'indingiz? Beg'ubor, g'am yo'q, tashvish enotingizni bag'rida mazza qilib yashagan. Ota-onangiz qanaqa insondilar, eslang. Ayam dadam rahmatlilar, hammasi Xudo rahmat qilsin, yaxshi. Halol mehnat qilardilar bizniki, hamma rabochi. Juda bezorimandir. Bezor. Sho'x bo'lgan ekansizda. Mana savolim bor-da. Onajoningizga, dadajoningizga aytolmay qolgansiz. Sizga armon bo'lgan bironta so'z bormi? Armonim og'ir yotganlarda, yonlarida bo'lmadim. Sizdek chiroyli bo'lib yurish uchun nima qilish kerak? Qana chiroyli. Beg'am. Xudoga shukr, odamning qalbi chiroyli bo'lishi kerak. Qalbi chiroyli. Qalbi, o'zi, so'zi shirin bo'lishi kerak. Sizga bitta ish bor. Menga bitta yaxshi kelin topish kerak. O'zimga er yo'q, sizga xotin qaytdi. Siz yedirdingiz. Bu savolni ko'p bolalar beradi, hazil qilib. Lekin hazilkashlik bor ekan. Siz yaxshimiz general tuzimiz. O'z tegmasin. Endi bunchalar zo'rsan deb qo'yasiz. Bunchalar ham zo'rsan. Sog' bo'ling. Jonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Prezidentlarimizga rahmat. Hamma bir-biriga inoq bo'lsin, ilohim, insof bersin hammamizga. Baxtli bo'ling, omad. Sog' bo'ling, charchamang. Men gapirmayman. Nimaga? O'tgan safar ko'chang ko'rdim o'zi. Siz qayerda ko'p gapiryapsiz, menga gap bermayapsiz. Men gapirmayman endi. Aniqmi? Xafa qildim. Bir kunmi yoki har doimmi? Xohlagan paytimgacha. Xohlasam hozir gapirgin deb qo'yar, qayerdan bilasiz? Gapiring. Gapiring bo'lmasam, mayli, yo'q, O'zingiz mayli. saylang. Gapirish yoqtirasiz-ku. Mana azizlar o'zingizlarga men hayotdagi haqiqatan men juda ko'p xafa qiladi bu qiz meni, ustimdan kuladi mana. Yuragim to'ldi mani, bu qalbim oldi mani jonona. Bu meni har kun mana qalbimni og'rityapti. Hozir aytaman, aksincha. Men xafa qildim. Xafa qilasiz. Nima xafa qildim mana? Ko'rsatma tashqari men oddiy Hazil, hayot. Abbos, hammasi hazil-u. Ko'nglim nozik. Hazil qilmang.
Bilaman, Abbos hazili juda ham ko'taradim. Yaxshi biladi. Shukrlarni hazil ko'tarib deb qo'yganman Farinaxon. U meni tashlab ketdi. O'shandan beri deydigan bolalar yaxshi emas, bilasizmi? Hurmatli yurtdoshlar, ertaga sizlar bilan xayrlashamiz. Biz bugun maza qilib suhbatlar bo'ldi. To'g'risi men maza qildim. Xullas, she'ri ham bo'ldi ichida, qo'shig'i ham bo'ldi, yig'isi ham bo'ldi, kulgisi ham bo'ldi. Bir ikkitalar men bilan Farinaning to'yini ham qilardi. To'ylar muborak. Mayli, endi tushunmadim endi. Lekin ertagacha yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha faqatgina bunchalar zo'rsan ko'rsatuv har doimgidek eng zo'r va eng esda qolarli onlarga boy ko'rsatuv. Men javob beraman. Yana ko'p gapirdingiz. Yashamayli ekanda, bor. Gapirmang, aytyapman, Abbos. Men fonda yurib turaman bundan buyoqqa ko'rsataman. Siz gapiravering, men fonda o'zimcha. Azizlar, agar biz sizni kayfiyatingizni ko'tara olgan bo'lsak, Men o'shaman. juda ham xursandmiz, mamnunmiz. Har doim Milliy telekanalda I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. biz bilan birga bo'ling, kayfiyatingiz a'lo bo'ladi. Yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin har doim. 1 2 3 bunchalar zo'rsan. Tarixiy zindagi